Ana endi qudamama to'y maslahati ham bitdi. To'g'rimi dadajonisi? Albatta, ana endi uydagi eski tuski paxtalar bor-ku, o'shalardan ko'rpa to'shaklarni tikib, to'y kunini belgilasak ham bo'laveradi. Ha. Bir dona yalab yulqab boqqan qizimni to'yiga eski tuski paxtalardan ko'rpa to'shak kechirib qo'yasizlar. Urigan shahrida ishlab chiqarilayotgan to'yona paxtasidan ko'rpa to'shak bo'lmasa, sizlarga beradigan qizim yo'q. Yashang. Urganch shahrida o'z ish faoliyatini davom qildirib kelayotgan 28 yillik tajribaga ega Xnok kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilayotgan to'yona paxtalari bugungi kunda yurtdoshlarimizga toza va sifatli to'yona paxtalarni yetkazib berib kelmoqda. Xnok kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilayotgan to'yona paxtalari sifatli xom ashyodan tayyorlanadi va 100% allergik changlardan tozalanganligi tufayli qayta stanokdan chiqarishga hech ham hojat qolmaydi. Paxtalar ishlatilish uchun qulay matras holatga keltiriladi. To'yona paxtalari ikki xil ko'rinishda chiqariladi: kiplangan va kiplanmagan. Undan tashqari paxta o'lchamlari tekis, qalin va jonli qilinadi. Agarda siz to'yona paxtalardan xarid qilmoqchi bo'lsangiz, paxta o'lchamlarini va sifatini ko'rib olishingiz mumkin. Aziz to'ysevar xalqimiz, to'y boshladingizmi? To'yingizga sifatli, toza va hamyonbop paxtalar izlayapsizmi? Unda hoziroq Urganch shahridagi Xnok kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilayotgan to'yona paxtalarga qo'ng'iroq qiling va ko'nglingizdagidek toza to'yona paxtalarni xarid qiling. Yetkazib berish mutlaqo bepul. Endi berarsiz qizingizni? Bilmasam, Beradi. To'yni boshimiz. To'ylar muborak. Hey! To'yona paxtalari to'yingizga to'yona bo'lsin, xonadoningiz to'yxona bo'lsin.